Bernard Shouning shunday gapi bor. Nolimaymiz, oqlamaymiz, ayblamaymiz. Agar suzishda ham siz muvozanatni to'g'ri ushlamasangiz, cho'kib ketishingiz mumkin. Tana bir xil harakatda turmaganligi uchun. Hech qachon biz hayotimizda bor narsalarga diqqatimizni qaratmaymiz. Aksincha, yo'q narsalarga diqqatimizni qaratamiz. Butun energiyasini, butun vaqtini unga sarflashni boshlaydi va u shu holatga yetib keladiki, qaramlik holatida u qo'ng'iroq qilsa, javob bersa, u nafas oladi. Agar u javob bermasa, yo'q, pulsizlikdan chiqib ketish uchun nima qilishim kerak yoki qarzdan chiqib ketishim uchun nima qilishim kerak deydi. Munosabat sizni hamma narsaga olib boradi. Sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingizni tushirib, sizni o'zingizni yomon his qilishingizga olib keladi. Ichki holatini tartibga keltira olmagan odamni asta-sekinlik bilan tashqi holatida muammolar yuzaga kelishni boshlaydi. Qanchalik insonning miyasida betartiblik bo'lishni boshlasa, miya o'chishni boshlaydi. Insonga o'zi tanqidiy tafakkur nimaga kerak? Tanqidiy tafakkur degani o'zi nima degani? Tanqidiy fikrlash o'zi nima degani? O'sha o'zidagi betartiblikni tinchlantirish uchun deylik, intimniy отношениyaga berilib ketib qolishi mumkin. Vaqt, sen menga do'stmisan yoki dushmanmisan? Har bir taqiqlangan narsa aslida insonning foydasiga. Insonni ulug'likka, yuqoriga olib chiqadigan yagona narsa bu ilm hisoblanadi. Assalomu alaykum, azizlarim, qadrdonlarim. Bugun sizlar bilan intellekt podkastimizni ikkinchi mavzusi haqida suhbatlashamiz. Bu o'ylaymanki, juda ko'pchilik insonni qiziqtiradi. Muvozanat. Bugun aynan sizlar bilan muvozanat haqida gaplashamiz. Insonni ruhiy tizimini nima ishdan chiqaradi? Insonni ruhiy tizimini balansni yo'qligi ishdan chiqaradi. Ya'ni muvozanatni yo'qligi ishdan chiqaradi. Muvozanat o'zi nima? Inson psixikasi o'zi qanday va u qanaqa ko'rinishda tuzilgan? Biz ko'pincha ruhiy holatimizda bo'layotgan jarayonlarga u qadar e'tibor bermaymiz. Insonni ruhiy holati, deylik, o'sha balansga kela olmaslik holati, hayotida balansni o'rnata olmasligi insonni qiynay boshlaydi. Bernard Shouning shunday gapi bor. Nolimaymiz, oqlamaymiz, ayblamaymiz. Shunchaki hayotimizda tartib o'rnatamiz deydi. Insonni nolishi yoki bo'lmasam kimnidir ayblashi, o'zini ayblashi va jarayonlarda o'zini oqlashga harakat qilishi bu insonning muvozanatini ishdan chiqarishni boshlaydi. Muvozanat, hamma narsada muvozanat bo'lish kerak. Ya'ni hamma narsada tenglik, balans bo'lish kerak. Oddiygina velosiped haydayotganingizda ham e'tibor berganmisiz? Velosipedni agar siz to'g'ri ushlamasangiz, rulini to'g'ri ushlamasangiz, sizda muvozanat buzilishni boshlaydi. Ya'ni bir tomonga ketishni boshlaysiz va yiqilib tushishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam oddiy suzishda. Agar suzishda ham siz muvozanatni to'g'ri ushlamasangiz, cho'kib ketishingiz mumkin. Tana bir xil harakatda turmaganligi uchun. Munosabatlarda ham muvozanat muhim. Agar inson munosabatlarda muvozanatni to'g'ri ushlay olmasa, nima bo'ladi? U bir tomonga og'ib ketishni boshlaydi. Ya'ni bir narsaga berilib ketishni boshlaydi. Bir narsaga berilib ketishga moyilligi bor odam albatta mana shuni asta-sekin qaramlik holatiga yetib keladi va bu qaramlik insonni, ya'ni tobelik insonni o'zini anglashdan, hayotga bo'lgan maqsadlardan uzoqlashishga, atrofdagi insonlar bilan muloqotini buzilishiga, hayot tarzini izdan chiqishiga olib kelishni boshlaydi. Masalan, deylik, muvozanati buzilgan va bir narsaga berilib ketgan odam. Biz munosabatlarda shu narsani kuzatamiz. Inson hayotida nima yetishmasa, ya'ni biror narsa yetishmasa, aynan o'sha narsa haqida ko'proq o'ylaydi va aynan o'sha narsaga o'zini ura boshlaydi. Hech qachon biz hayotimizda bor narsalarga diqqatimizni qaratmaymiz. Aksincha, yo'q narsalarga diqqatimizni qaratamiz. Hayotimizda nima kam bo'lsa, o'sha narsa bizni o'ziga tortib turaveradi. Masalan,
munosabatlarda sevgan insonim bo'lishi kerak yoki menga g'amxo'rlik qiladigan, qayg'uradigan insonim yo'q, o'zimni yolg'iz his qilaman, juda ham yolg'izlikda qiynalib ketdim deb doimiy yolg'izlikdan iztirob chekadigan insonlar hayotida bir shunaqa insonni kuzatib qolsa, uchratib qolsa, butun energiyasini, butun vaqtini unga sarflashni boshlaydi va u shu holatga yetib keladiki, qaramlik holatida u qo'ng'iroq qilsa, javob bersa, u nafas oladi. Agar u javob bermasa, yo'q. Kun uzog'i uni xabarini kutish bilan o'tadi. O'zini orzusi, maqsadi, vaqti, ishlari, rejalari qolib ketadi. Va siz bir insonga o'zingizni bag'ishlashni boshlaganingizdan keyin, mana bu yerda o'zingizni hayot tarzingiz esingizdan chiqishini boshlagandan keyin albatta insonda eng katta balans buzilishni boshlaydi. Sog'liq keta boshlaydi. Kayfiyatingiz kimgadir bog'lanib qolishni boshlaydi. Ishlaringiz orqaga ketishni boshlaydi. Masalan, ko'pchilik shunaqa savol beradi, pulsizlikdan chiqib ketish uchun nima qilishim kerak yoki qarzdan chiqib ketishim uchun nima qilishim kerak deydi. Men doim aytaman, bu munosabatingizga bog'liq. Munosabat sizni hamma narsaga olib boradi. Siz munosabat o'rnatayotganda sog'lom yoki nosog'lom odam bilan o'rnatgan bo'lishingiz mumkin deyman. Buni qanday aniqlash kerak bo'ladi? Masalan, siz to'g'ri odam bilan munosabat o'rnatgan va yoki noto'g'ri odam bilan munosabat o'rnatganingizni bitta narsa bilan aniqlasangiz bo'ladi. Masalan, deylik, siz kimnidir sevib qoldingiz, unga turmushga chiqmoqchisiz va yoki uylanmoqchisiz. Agar to'g'ri odam bo'lsa, sizga u eslatib turadi. Sizni harakatlaringizni, qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni, rejalaringizni u sizga eslatib turadi. Mana buni qilishingiz kerak, mana bu plan qilishingiz kerak. U siz bilan rejalar tuzadi, orzular tuzadi va o'sha jarayonda o'zi ham bevosita ishtirok etadi. Agar noto'g'ri odam bo'lsa-chi, sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingizni tushirib, sizni o'zingizni yomon his qilishingizga olib keladi. Shunday insonlar bor, bizni oldimizda bizni o'zimizni yaxshi his qildirib, bizni sevishimiz, o'zimizni yanada sevishga olib keladi. Lekin yana shunday insonlar bor, biz o'zimizdan nafratlanishga, o'zimizni aybdor his qilishga, o'zimizni deylik qilgan ishlarimizga pushaymon bo'lishga olib keladi. Va mana shu noto'g'ri inson bilan munosabat o'rnatganda biz ko'pincha qaramlilik, ya'ni bog'lanib qolish holatiga yuzaga kelamiz. Va mana shu bog'lanib qolishimizning oqibatida bizni ahvolimiz inqiroziga yuz tutadi. Aynan insondagi o'sha qarzlar ham bu o'sha ichki balansni ishdan chiqqaniga qaraydi. Masalan, deylik, insonda shunaqa kameralar bor, tashqi kamera bor, ichki kamera bor. Agar ichki kameraga insonning fokusi qaratilgan bo'lsa, inson o'zi bilan o'zi ovora bo'lishni boshlaydi. Ya'ni tashqarini eshitmaslikni boshlaydi. Bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Agar ichkarida shovqin ko'paysa, biz tashqaridagi shovqinni eshitmaymiz. Tasavvur qiling-da, sizni uyingizda shovqin bo'lyapti va tashqarida eshik taqillayapti. Ichkarida shu qadar baland shovqindan siz tashqarida eshik taqillayotganini bilmaysiz. Nogahon eshikning oldiga borasiz, 1 soatdan beri taqillatyapman, nega ochmayapsiz degan gapni eshitishingiz mumkin. Lekin siz ichkaridagi shovqin ta'siridan tashqarini eshitmaysiz. Ba'zida odam tashqaridagilardan xuddi shunaqa uzilib qoladi. Ular bilan birga uxlaydi, ular bilan birga ovqatlanadi, ular bilan birga vaqt o'tkazadi. Bu bog'lanib qolgan odamning belgilari, ya'ni muvozanat ishdan chiqqan odamning belgilari. Lekin ular tashqaridagilarni his qilmaydi. Umuman his qilmaydi. Ularni eshitadi, ularni lekin anglamaydi. Ular bilan suhbatlashadi, lekin xayoli boshqa joyda bo'ladi. Chunki uni butun fokusi, ichki kamerasi mana bu ichki holatiga qaratilgan bo'ladi. Ichki holatini tartibga keltira olmagan odamni asta-sekinlik bilan tashqi holatida muammolar yuzaga kelishni boshlaydi. Bunaqa odamlar asabiylashib qoladi, boshqalar bilan tez-tez tortisha boshlaydi, yonidagilardan uzilishni boshlaydi, hayotdan xafa bo'lishni boshlaydi. Chunki u ichkaridagi holatini hali ham o'ziga keltira olgani yo'q. Bunaqa holatda insonda o'sha boya aytganimdek betartiblik boshlanadi. Inson miyasi shunaqa tuzilgan. Miya tartibni yaxshi ko'radi. Qanchalik insonning miyasida betartiblik bo'lishni boshlasa, miya o'chishni boshlaydi. Bizning miyamiz qanaqa ko'rinishda o'chadi? Dangasalik boshlanadi yoki uxlagimiz kelib qoladi. Masalan, kimdir kitob o'qiyotgan paytida uyqusi keladi. Nima uchun? Chunki uni miyasida betartiblik bor va miya bu yerda betartiblik bo'lganda u tashqaridan informatsiya olishni xohlamaydi.
Chunki bizni miyamiz eng dangasa organ hisoblanadi va mana shu dangasa organimiz hech qachon o'zidan bilib ishlashni xohlamaydi. Shuning uchun miyani qancha ko'p ishlatsak, unda ko'nikma hosil bo'ladi. Lekin miyani o'z holiga qo'ysangiz, miya sizni avtomatik boshqarishni boshlaydi. Shuning uchun insonda o'sha hissiyotlar ko'tarilgan paytda insonning aqli o'chib qoladi. O'sha uchun jahl chiqqanda aql ketadi degan naql mana shu ko'rinishda aytiladi. Ya'ni qanchalik inson emotsiyalarga berilishni boshlasa, u tashqarini idrok etishni, tanqidiy tafakkur qilishni, tanqidiy fikrlashni, tahlil qilishni unutib qo'yishni boshlaydi. Insonga o'zi tanqidiy tafakkur nimaga kerak? Tanqidiy tafakkur degani o'zi nima degani? Tanqidiy fikrlash o'zi nima degani? Aybdorlik hissi bilan tanqidiy fikrlashni ham o'zi farqini ajratib olish kerak bo'ladi. Inson ko'pincha o'zini tanqid qilish ko'rinishida aybdorlik holatiga olib kelib qo'yadi, lekin bu tanqidiy fikrlash ko'rinishida o'zini tashqaridan kuzatmaydi. Tashqaridan kuzatganingizda o'zingiz qayerda xato qilyapsiz va to'g'rilashingiz mumkin bo'lgan jarayonni kuzatasiz. Lekin siz o'zingiz aybdor his qilishni boshlaganingizda sizda tanqidiy tafakkur o'chadi va har bir ishingizda o'zingizni aybdor his qilganingiz uchun sizda oldinga o'sish emas, balki orqaga ketish boshlanadi. Xo'p, demak, inson o'zini muvozanatini ushlashi juda ham qiyin, chunki boya aytganimdek bir narsaga qattiq berilib ketganda kimdir chekishga berilib ketadi, kimdir qanaqadir eksport shunaqa bir o'yinlar bor, shunaqa o'yinlarga berilib ketadi, kimdir qimorga berilib ketadi, kimdir biron bir munosabatlarga berilib ketadi, kimdir o'sha o'zidagi betartiblikni tinchlantirish uchun deylik shunaqa bir dugonaboz bo'lib qoladi. Faqat o'sha nima deydi, o'tirish shunaqa bir joylarga borishni boshlaydi. Kimdir intimniy отношениyaga berilib ketib qolishi mumkin. Yana kimdir yana qanaqadir holatga. Xullas, har bir inson o'zidagi betartiblikni bostirish uchun har xil jarayonlarga berilishni boshlaydi. Bu insonning o'zining intellektiga bog'liq. Ya'ni insonning intellektiga qarab uni moyillik ko'rinishi belgilanadi. Haddan ziyod ko'p ishlash, haddan ziyod nima deydi, mehnatga moyillik ham insonda qaramlikni yuzaga keltiradi. Chunki bu yerda inson nimadandir qochyapti va o'sha narsani yopish uchun bu o'zini ishga urgan bo'lishi mumkin. Yoki haddan ziyod munosabatlarga kirib ketish ham insonni o'sha o'zidagi qaysidir bir xotirasini yoki bezovtaligini pasaytirish uchun o'zi aslida. Bu yerda balans yo'q. Ishim ko'p yoki bo'lmasam mana bunda muammoyim bor yoki mana bu narsaga vaqtim yo'q deyishlik, men tartibda emasman, men betartib holatdaman, meni muvozanatim yo'q degan ko'rinishga o'xshaydi. Xo'p, birinchi o'rinda muvozanat nima? Muvozanatni o'zi qanday qilib saqlash kerak? Qanday qilsak, ishimiz ham joyida bo'ladi, munosabatlarimiz ham joyida bo'ladi, daromadimiz ham joyida bo'ladi, sog'lig'imiz ham joyida bo'ladi. Hamma narsa o'z-o'zida balansda bo'ladi. Birinchi o'rinda nima qilish kerak? Birinchi o'rinda vaqtni taqsimlab olish kerak bo'ladi. Vaqt haqida juda ham ko'p gaplar bor, lekin biz vaqtni qanday tushunamiz? Vaqtni qanday anglaymiz? Vaqt, sen menga do'stmisan yoki dushmanmisan? Ba'zan seni yaqinlarim bilan gaplashish uchun topolmayman, lekin bekorchi ishlarga topaman. Vaqt, sen meni kundan kun sayin o'limga yaqinlashtirasan. Sen menga do'stmisan, dushmanmisan? Ba'zan esa mana shu narsaga yaqinlashtirganingda men o'ylab qolaman, men ko'p narsalarga ulgurishim kerak. Demak, do'stimsan. Siz vaqtga nisbatan kim deb qaraysiz? Yoki nima deb qaraysiz? Siz u bilan do'stmisiz yoki yo'q? Inson o'z vaqtini qadrlashi kerak. O'shandagina u boshqalarning vaqtini qadrlaydi. O'zini vaqtini qadrlay olmagan odam boshqa insonni ham vaqtiga achinmaydi. U insonning vaqti bormi, yo'qmi, uni qiziqtirmaydi. Hoziroq men bilan gaplashasiz, hoziroq menga telefon qilasiz, hoziroq siz bilan uchrashmoqchiman, hoziroq mana shu narsa bo'lishi kerak. Men sizni ishingiz borligini yoki boshqa narsangiz borligini tushunmayman. Chunki men o'zimni vaqtimni qadriga yetmayman. Demak, vaqtni taqsimlay olishlik ham insonning muvozanatini sekin to'g'irlashga olib keladi. Xo'p, vaqtni qanday taqsimlash kerak bo'ladi? Vaqtni taqsimlash uchun insonda avvalambor reja bo'lishi kerak.
Sizda kunlik rejalar bo'lishi kerak. Qaramlikdan qutulishning eng yaxshi usuli bu o'zingizni ko'proq band qilish, ya'ni mashg'ulotlar bilan band qilish ko'rinishida bo'ladi. Bir vaqtning o'zida bir necha mashg'ulotlar bo'lishi mumkin. Qanday qilib bu narsaga xohishim yo'q-ku, bu narsaga dangasaligim tutib qoladi, nima qilsam bo'ladi? Unutolmayotgan narsalarim bor, qo'yib olmayotgan holatlarim bor, vaziyatlarim bor. O'sha narsa bilan men chalg'iyman. O'sha uchun men buni qo'yib yuborishga qiynalaman. Muvozanatim buzilganini bilaman, lekin uni ham qo'yib yubora olmayapman yoki xotiramdan qo'yib yubora olmayapman degan holatlar bo'lishi mumkin. Men sizga Umar Hayyomni bir to'rtligini eslatmoqchiman. Nima lozim ersa, shundan nishona. Azaldan yozilmish asli peshona. Bo'lgunicha bo'lar taqdirda ne bor? O'zingni behuda urma har yona. Inson hayotiga kelayotgan musibatlarni oldini ola olmaydi. U bo'lish kerak bo'lgan narsa baribir siz bilan sodir bo'ladi. Lekin shu yerda yana bir holat borda. Mumkin emas va taqiqlangan narsalarga agar biz o'sha qoidalarni buzishga harakat qilsak, biz o'zimizga o'zimiz zarar yetkazganimiz holat. Haddan ortiq ko'p kulish, haddan ortiq ko'p gapirish, haddan ortiq ko'p muhokama qilish dinda ham qoralanadi. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun qoralanadi? Inson qancha ko'p kulishni boshlasa, qalbi qotib qolishni boshlaydi. Inson qancha ko'p gapirishni boshlasa, shunchalik behuda gaplar ko'payib, insonning qadri pasayishni boshlaydi. Inson qanchalik boshqalarni ko'p muhokama qilishni, g'iybat qilishni boshlasa, o'ziga bo'lgan ishonchi, o'zidan bo'lgan qoniqish hissi pasayib, boshqalarni o'zidan yuqori sanab, solishtirish va taqqoslash ko'rinishida hasad boshlanadi. Hasad esa insonni ichidan yemira boshlaydi va bu ham muvozanatning buzilishiga olib keladi. Har bir taqiqlangan narsa aslida insonning foydasiga. Lekin biz bu narsani foydamizga ekanligini his qilmaymiz. Masalan, mumkin bo'lmagan narsalarni yeyish mumkin bo'lmagan narsalarga ham qarasangiz, ularning hammasi inson tanasi uchun zararli hisoblanadi. Xuddi shunday insonni xulq atvori ham, hayot tarzi ham uni sog'lom yoki nosog'lom hayot tarzini kechirayotganiga qarab o'sha munosabatlarga ham bu narsa ta'sirini ko'rsatadi. Insonni kasallikka moyil bo'lishi ham bu uni muvozanati ishdan chiqqanligini bildiradi. Lekin biz ko'pincha shifoxonaga chopamiz. Nima uchun bizda aptekalar ko'p, dorixonalar ko'p? Chunki dorilar orqali biz hayotimizdagi muammolarni yechishga harakat qilamiz. Muammodan qochish bu uni yechish emas. Masalan, ko'pchilikning gapini eshitamiz. Siqilib ketgan odam nima deydi bilasizmi? Ezilib ketgan, problemalarda ko'payib ketgan odam shu bir joyga qochsam-da ketsam, hech kim yo'q joylarga borsam deydi. Shunaqa joyga ketkim keladi deydi. Lekin o'ylab ko'rganmisiz? Bu qanaqa psixikada nima ro'y beryapti? Bu odam o'zidan qochyapti degan. Bu odam muammoni hal qilishdan qochyapti degan. Chunki siz qaysi dunyoni burchagiga borsangiz ham o'zingizdan qocha olmaysiz-ku. Baribir o'sha muammoingizni o'zingiz bilan ko'tarib ketasiz. Uni yechimi yo'qligi uchun ham o'zingiz bilan o'zingiz kurash olib borasiz. Lokatsiyani o'zgartirish yoki manzilni o'zgartirish bu muammoni yechmaydi. Inson yengini shimarib, muammoni hal qilish kerak. O'zingizga savol bering. Nima uchun men ishim orqaga ketyapti? Nima uchun men xotiram pasayib qolyapti? Nega men ahvolim og'irlashib qolyapti? Nega men quvvatsizlanib boryapman? Demak, men haddan ortiq nimadir haqida ko'p o'ylashni boshladim. Demak, men buni to'g'rilashim kerak. Demak, birinchi o'rinda vaqtni taqsimlash, ikkinchi o'rinda kitob o'qish. Masalan, qanaqa kitoblarni tavsiya qilasiz desangiz, men tavsiya qilardim sizga Jaloliddin Rumiyning Masnaviylar kitobini ham tavsiya qilgan bo'lardim. 40 ta rivoyatdan iborat sharh. Mark Mensonning Beparvolikning nozik san'ati kitobini tavsiya qilardim. Elif Shafaqning Ishqqa oid 40 qoida kitobini tavsiya qilardim. Bu kitoblar haqiqatan ham sizni o'zingizga keltiradigan va o'zingizni fikrlash doirangizni oshiradigan holatlar hisoblanadi. Chunki insonda bekorchilik ham insonni asta-sekinlik bilan o'sha bir og'ir ahvolga olib kelishi mumkin. Bekorchilik ham
qoralanadi. Chunki inson qancha bekor bo'lishni boshlasa, uni miyasiga turli xil yomon fikrlar kela boshlaydi va bu yomon fikrlardan inson tashqariga chiqib ketishga qiynaladi. Agar pichoq o'tkirlanib turmasa, u asta-sekin zanglashni boshlaydi. Suv harakatlanib turmasa, ko'lmak holatida turib qolsa, ayniy boshlaydi. Inson miyasi, aqli charxlanib turmasa, insonni aqli ham o'tmaslashib, xiralashib qolishni boshlaydi. Bunaqa insonlar hayotda o'z muammolarini o'zi hal qila olmaydigan ko'rinishga yetib keladi. Va o'z muammosini hal qila olmagan odam tabiiy holki hurmatga ham, qadrga ham erishishi qiyin bo'ladi. Insonni ulug'likka yuqoriga olib chiqadigan yagona narsa bu ilm hisoblanadi. Demak, inson ilm olishdan hech qachon to'xtamasligi kerak. Sizlar bilan keyingi podkastimizda negativ fikrlash haqida gaplashamiz. O'ylaymanki, negativ fikrlash qanchalik inson hayotida muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirish haqida juda ham ko'plab va negativ fikrlardan qanday xalos bo'lish haqida esa sizlarga yechimimni berib o'tib ketaman. O'ylaymanki, bugungi podkastimizdan o'zingiz uchun xulosalar olgan bo'lishingiz kerak. Albatta kommentariyada menga o'z fikrlaringizni va yana qaysi mavzular haqida siz bilan suhbat olib borishimni xohlaysiz, bular haqida albatta yozib qoldiring.